Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan asosiy qismni boshlaymiz. 53 sigini boshlang'ich chunbi qismini ko'rib chiqdik sizlar bilan birgalikda. Endi navbat asosiy qism mashqlarga o'tamiz. Ikkinchi bob Neongol Yonsub Hagi, ya'ni mazmun bo'yicha mashqlarni boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek, birinchi bob kirish qismini bizda Chosakeyo Solmyo Hagi boshlab beradi. Tadqiqot naqasini tushuntirib berish, natijasini, ma'nosini tushuntirib berishdan boshlaymiz, aniqlashdan. Juda ham oson, bizda muhim rol hisoblanadi. O'ylashingiz mumkin, men endi boshladim, uspet qilolmayman 53 ga, yozolmayman deb. Yo'q, siz yozasiz. Hozirgi strukturalarni ko'rib o'rganganingizdan keyin 53 osonligini tushunib yetasiz. Vaqt ketkazmaymiz, boshladik. Birinchi bob bizda grafik berilgan payt 3 ta 2 ta mavzusi bo'ladi tepasida, ko'rgansiz, aniq. Bular qanaqa bo'ladi? Agar 3 ta mavzu bo'ladigan bo'lsa, birinchisi bu Chosaki Yuan, ya'ni tadqiqot tashkiloti bo'ladi. Qaysi tashkilot tadqiqot o'tkazilganligi nomi bo'ladi. Tesang maqsadda, nima maqsadda va Chuje mavzusi bo'ladi. Shunaqa 3 ta holat kelgan paytda qanaqa to'ldirish kerak? Tagida mana tayyor shabloni bor. Birinchi bob tadqiqot tashkilotini yozamiz, nomini. Undan so'ng ESO qo'shimchasi qo'shilib, maqsadi yoziladi. Maqsadidan so'ng patchim bor yo'qga qarab LRL Tesangiro shablondan foydalanib qo'shimchasidan maqsadi deb qo'sh tirnoqqa olib mavzusi yoziladi va qo'sh tirnoqdan keyin han Solmon cho'saril shilshi hetta. Solmon cho'saril shilshi hetta bu ya'ni so'rov o'tkazildi, tadqiqot qilindi, so'rov o'tkazildi deyapti. Bu bizda maqsadi bo'lsa, ayrim holatda maqsadi yo'q ham chiqadi. Bu qanaqa bo'ladi? Ya'ni mana tadqiqot o'tkazilgan tashkilot va mavzusi bo'ladi. Bo'ldi. Maqsadi yo'q, ko'rib turganingizdek, farqi shunda. Bu ham xuddi shuni o'zi, tashkilot nomi yozilib, ESO qo'shimchasi qo'shiladi hamda mavzu ko'chirilib qo'sh tirnoq ichida. Oxiri han cho'saril shilshi hetta bilan yakunlanishi kerak bo'ladi. Bo'ldi. Kirish qismi shu. Ko'rib turganingizdek, birinchi qismini o'zida bir 50 bo'g'in chiqadi adashmasam. Sanab ko'rsangiz, pastdagi ham shu 30-25 atrofida bo'lsa kerak. 200 bo'g'in, 200 dan 300 gacha atrofida yozishimiz kerak 53 sigida. O'sha 50 bo'g'in bor, 30 bo'g'in bor degani. Bu yaxshi. O'ylamay yozolmayman deb. Ko'rib turganingizdek, tarjima ham qilib o'tirmadim. Men tarjimasiz hozir chiroyli qilib ko'rsatib berdim. Bu bilan nima demoqchiman? Agar siz tarjima so'z boyligingiz kam bo'lsa ham 53 sigida bunga xavotir oladigan joyi yo'q. Maxsus shablonlar, maxsus ishlatiladigan grammatika so'zlarni yodlab olib turib, shundan foydalanib to'ldirsangiz ham bo'ladi. Aytganimdek, kirish qismi faqat shu ikki xil holatda to'ldiriladi. Birinchisi maqsadi bo'lsa, ikkinchisi maqsadi bo'lmagan holatda, xuddi shu ko'rinishda. To'ldirib o'tib ketamiz endi. Mana qolib turibdi. Ko'rayotganingizdek, tashkilot nomidan keyin, ya'ni ESO qo'shimchasi qo'shiladi. Maqsadi bo'lsa, LRL Tesangiro, maqsadi bo'lmasa qo'shilmaydi. Va mavzusi han Solmon cho'saril shilshi hetta, cho'sa hetta yoki han cho'saril shilshi hetta qo'shimchasi qo'shish kerak. Solmon cho'saril shilshi hetta degani bu so'rov o'tkazilganligini anglatadi. Pastdagi esa tadqiqot o'tkazilganligini. Endi keling shu bo'yicha to'xtalib o'tamiz. Tadqiqot qilayotganda so'rov bermasdan turib ham boshqa yo'l bilan tadqiqot qilish mumkin ekan. Shuning uchun LRL cho'sa hetta qilib qo'yamiz bunga. Ya'ni oddiygina LRL cho'sa hetta qo'shimchasi qo'shiladi. Endi so'rov orqali qilinadigan tadqiqotlarga esa odamlarga mana savol berish orqali yoki so'rov, ya'ni maqsadi muhim hisoblanar ekan, so'rov berish muhim hisoblanadi. O'sha paytda han Solmon cho'saril shilshi hettadan foydalanishimiz kerak. Pastdagi ikkita esa xato. Mana bunda ham uchinchisi xato hisoblanadi. Ya'ni tepa bilan solishtiradigan bo'lsak, ko'rayotganinglardek so'rov bo'lsa, Solmon cho'saril shilshi hetta, ya'ni pastdagi ikkita to'g'ri keladi. Faqat ko'rib turganingizdek, oddiy so'rov bermasdan ham tadqiqot o'tkazilsa, cho'sa hetta yoki han cho'saril shilshi hettadan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda qisqacha nega bu ikkalasidan foydalanyapti, nega bundan foydalanyapti, shu haqida to'xtalib o'tib ketilyapti. To'g'ri, ikkalasi ham bitta narsaga o'xshaydi. Lekin aytganimizdek, tepada so'rov berish, odamlarga savol berish,
so'rov o'tkazish orqali o'tkaziladi. Pastdagida esa shunchaki tadqiqot o'tkaziladi. So'rov qilmaydi, odamlarga savol bermasdan turib oddiygina tadqiqot o'tkazilganda ishlatiladi. Shuni o'zi bo'ldi. Mana tayyor qolib, shablon shudan kelib chiqib, mana bu ikkita ko'rinishdek to'ldirib chiqishimiz kerak. Bo'ldi, kirish qismi shu. Misollarda ko'ramiz, mana misollar bor, shularni o'zingiz ishlab to'ldirib chiqinglar. Tashkilot, maqsad, mavzu, tashkilot, maqsad, mavzu, tashkilot, mavzu, tashkilot, maqsad, mavzu ko'rayotganlardek. Ya'ni xuddi shunaqa. Bo'ldi. Birinchi asosiy darsimiz shu edi. Ko'rib turganlaringizdek juda ham oddiy, sodda, lo'nda. Qiyin joyi yo'q. Hatto men atayin hozir aytganimdek yana bitta takrorlayman. Tarjima qilmasdan tushuntirdim ataylab. Keyingi darslarda to'liqroq ochib yoritib har bitta so'zni tarjimasi bilan qilib aytib ketaman. Hozir endi prosta kirish qismi bo'lgani uchun asosiy mashq tarjimasini bilmasdan turib ham, misol uchun javob topish imkoni borligini ko'rsatib beryapman. Lekin bu degani tayyorlamasdan topshirsa bo'ladi degani emas. So'zlar yodlashimiz kerak, o'zimizga ko'proq ishlashimiz kerak bo'ladi. Shu bilan mana 7 ta mashq, keyingi dars уже grafik tushuntirish bo'ladi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Agar hammasi tushunarli bo'lgan bo'lsa, xursandmiz. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Keyingi darslarda ko'rishguncha hammaga rahmat, sog' bo'linglar.